视机前的观众朋友们，大家好，欢迎你们收看我们的媒人节目。Qadrli ko'rman do'stlar, ko'rayotganinglar Elchi programmasi. Elchi programmamizning tajribaligini Xinjiang Sabiylar kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Tilsim oltinchiligi alohida talab qilgan. Programmamizni Xinjiang Kamera madaniyat taraqqiy cheklik shirkati ro'yobga chiqargan. Qadrli ko'rmanlar, bizning programmamiz yo'l qo'yilgandan hozirgacha nurg'ulg'an tordashlarning ham ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlarning yaxshi inkoslarga erishdik. Nurg'ulg'an ota-onalar bizlarga telefon qilib, programmaning yo'l qo'yilishining nihoyatda ahamiyatli bo'lganligini, his qilganligini, o'zlarining xushal bo'lganligini, farzandlarini qaytadan tushunayotganligini deyishdi. Hatto yoshlar telefon qilib programma qanday qatnash shakllarini bizdan so'radi. Programmamizning ostida ko'rinayotgan ikkili kortni skannerlash orqali programmamizni qanday qatnash haqida maslahat so'rasangiz bo'ladi. Lekin yodingizda bo'lsin, Elchi programmamizning qatnash sharti va u bo'lsa-mu, siz cho'qim qonunli to'y qilish ishiga yetgan ham jo'rsiz ahvolda bo'lsangiz, programmamizga marhamat, biz sizni qarshi olamiz. Qadrli ko'rman do'stlar, endi biz programmamizning taklif maslahatchilarimiz bilan tanishib chiqaylik. Abdunum rayonlik madaniyat yurtidan ommaviy madaniyat tadqiqotchisi, davlatlik birinchi darajalik aktyor, kasb ham turmuşda qo'sh muvaffaqiyatga erishib kelayotgan faxrli san'atkorimiz Xayrgul Hasan. Qarshi olamiz Xayrgulda. Xinjiang Subiy advokatlik o'rnining hamkorlashuvchisi, pishqon tajribalik advokat Fatigul Abduqodir. Qarshi olamiz. Rahmat Fatigulda. Rayonimizda psixika maslahatchiligida ko'zga ko'ringan psixika maslahatchisi Ali Muallim. Ali Muallim qarshi olamiz. Xo'sh, undaq bo'lsa bugungi programmamizga chiroyli qizlarni sahnamiz taklif qilamiz. Qani qizlar, marhamat. Bu programmaning tajribaligini Sabiylar bovoqlar bo'lmoqi, Sabiylar tayyor cho'plari, Sabiylar barak yaproqchi qatorliqlarni ishlab chiqarish va setishdagi bayroqlar Qarg'ana Xinjiang Sabiylar kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Kichik chempionimizning oziqlik ehtiyoji sizninkidan farqli. Shunga sizning yemekingiz ayrim, bovoqingizning yemeki ayrim. Bovoqingizning yemek ehtiyojiga asosan ishlangan Sabiylar quvvat ko'rish bo'lmoqi, Sanji Sabiylar zavodida ishlangan. Har xil minerallar va vitaminlar ilmiy usulda qo'shilgan. Bovoqlarning sog'lom aqlliq o'sib yetilishiga foydali. Uyda tayyorlangan bo'lmoqqa bu minerallar va vitaminlarni qo'sha olmaysiz. Sabiylar sut quvvat ko'rish bo'lmoqi kichik chempionlarga bekmi yoqadi. Sabiylar sutli quvvat ko'rish bo'lmoqi. Bu programmani Sanshxanza Atirgul restoranining 4-qavatida joylashgan Tilsim oltinchiligi alohida talab qilgan. Hayat tilsimlari ba'zida jazbidor yoshlikning tilaklari uchun uzuk, ba'zida qiron mavsumlardagi sadoqat rishtining zunnari, u yana tamkin yillardagi vafo bilayzuki. Ko'z oldingizdagi tilsim uzun yillarning sinoqlarida tovlangan har bir zinnat mevasini nafslikda voyaga yetkazib, hayotingizga o'chmas ma'nolarni qo'sha oladigan xislatli xazina. Tilsim oltinlari tilakingiz, rishtangiz va vafoyingiz bo'lsin. Tilsim hayotingizning xazinasi. Tilsim oltinlari. Bu programmani taomlarimizga o'zgacha tam qo'shayotgan o'zchin tetutqilari alohida qo'llagan. Ig'ir xizmat yelkingizni besib, tomoq yegidekmi vaqt ajratmay qolganingizda. O'g'inish besimlari mengingizni charchitib, ozodlik istagan chig'ingizda. Güzel damlarda muhabbatingizni ifodalamoqchi bo'lgan chig'ingizda. Can paringiz safarga atlanganda onunğa isil bir temni hamroh qilishni o'ylagan chig'ingizda, shundoq bir isil temni seg'ingan chig'ingizda, isil tem istagan chig'ingizda, o'zchin aralashma ko'rish cho'pi har kuni, har soat, har daqiqa yoningizda. Ürük, limon, olma, şaptul ve apelsin. Taza demlengen çayının huzuri ve isil meyvelerinin şirin temi. Yip-yeni lezzet, yip-yeni abide meyve çay içimliki. Muzdek içsiniz canının raheti. Abide meyve çay içimliki. Bu ikisi nimeni saklavatkandı? Geldi. Asli şirin temni saklayıptı da. Vaa, yani şirin tem yalqazan yürüyüşteki yemekliklerimi bakar emas mı? Türleri toluk, rengarenk. Kanda, ismiga layık şirin tem miken? Rastlı talaşka teklem şirin, ha? Şirin tem yürüyüşteki yemeklikleri, rastlı bek şirin. Şirin tem, yürüyüşteki yemeklikleri. Shaxsiy tozliqdagi beparvolig'ingiz tufayli o'sal ahvolga tushib qolganingiz yo'qmi? Bakira tozliqdagi tig' bisiga oq oltin yaltilgan bo'lib, o'tkir ham bexatar. Badan shaklingizga asoslanib loyilangan, tutishga aplik bo'lib ishlatganda yengil ham siliqmang. Bakira tozliqdagi sifatsiz materialni avtomatik ilg'ab chiqarib etish uskunasi orqali chiqarib etib, hokizi muhitda har bir tal bakira qatsi sifatli material bilan ishlanadi. Sog'lomligingiz uchun bakira bozorga yurish qog'ozini xotirjam tanlab ishlating. Bakira bozorga yurish qog'ozi. Xo'sh, undaq bo'lsa bugungi programmamizga chiroyli qizlarni sahnamizga taklif qilamiz. Qani qizlar, marhamat.
kelibsizlar. Sizlar programmamizning yarışchilari. Endi sizlarni o'rintinglar uchun kelgan birinchi mehmonimizni taklif qilishdan burun uning bilan ekran orqali tanishib chiqaylik. Marhamat. Yaxshimisilar do'stlar, men ismim Daniyar, bu yil 23 yoshga kirdim. Mening mijoz xarakterim bo'lsa, ochiq quyruq. Mening qilayotgan kasbim operator. Bu programma kelishdagi maqsadim bo'lsa, o'zimga o'xshash bir maqsaddagi bir qizol tepish. Xo'sh, undaq bo'lsa, alqishlarimiz bilan sahnamizda Daniyarni kutib olamiz. Daniyar. Vay. Nimaga o'maqa? Daniyar shundoq shu harakatlar bilan sahnaga chiqdi. Demak, Daniyar o'zining xarakterini azroq bizga bildirib qo'ydi. Demak, Daniyar bak, ish mijoz emaskanda qaraganda. To'g'ri. Xil sho'xkasizda. Ochiq quyruq deyman. Masalan, bir ifodalab beqma. Masalan, qanday? Qizlar bilan bir ko'rishib o'tgan, qanday ko'rishsiz? Yaxshimisilar, qizlar va o'qituvchi qizlar, yaxshimisilar. Va ekran oldidagi va ko'ruvchilar, naq maydondagi tomoshabinlar hammalarga mush vaqtda xayrli bo'lsin. Va Mayrada yaxshimisiz? Va to'g'ri. Undaq bo'lsa, biz Daniyarga boshqacharoq bir usulni tepib beraylik. Daniyar boshda chiqiblar, zamonaviy usul shaklda biz bilan boshqacha ko'rishdi, shundaq-ku qizlar. Undaq bo'lsa, endi qizlarga bir qarab eting. Avval ma tarafga. Tafsiliy qarang, ha? Elnimishga qaramagandim deb qolsiz. Endi ma tarafga. Bo'ldimi? Bo'ldi. O'zingiz nisbatan yoqtirgan qizni bir maydon usulga taklif qilib beqing. G'aziman, g'aziman, childa chiqqan g'aziman. G'aziman, g'aziman, childa chiqqan g'aziman. Bevafoliq qilguncha, voy bilxon qoshingiz qara. O'lgunimga roziman, akam qo'ymaydi har joyda. Chamg'uluqqa chamg'uluq, chamg'uluqqa mang'uluq. Chamg'uluqqa chamg'uluq, chamg'uluqqa mang'uluq. Yana tutqan yarimning voy bilxon qoshingiz qara. Har qarasha yang'uluq, akam qo'ymaydi har joyda. Daniyarni kasbiy tarbiya olganda his qildinglarmi yoki men shunday his qilib qoldimmi? Usulni xeyli yaxshi o'ynaydi ekan-a. Burun bir kasbiy tarbiya olganmi yoki men to'g'mim shunday usul chiqmadi demoqchiman. Men kasbni o'rganmagan, usul kasbni o'rganmagan, o'zim qarab degandek. Xilji usullarni bildim, men unutib qoldim. Tili chiqish bilan naqsh eta oladi, oyog'i chiqish bilan usul o'ynay oladi deganga azroq tushib qoladi, ha. Rahmat Daniyar, shunday dadillik bilan chiroyli usulingiz bilan hammamizga yaxshi bir kayfiyatlarni ato qildingiz. Endi o'zingiz haqida qisqacha to'xtalib o'taylik. Siz nima kasb bilan shug'ullanasiz? Men o'zim operator. Operator bo'lg'ashqa chiroyli qizlarni birdan shu rasmiy kasbiy holtingiz birdan qarab chiqdingizdan, ha, boshqa o'g'illar o'tirib kelib usulni o'ynab tata bo'lg'idi, lekin Daniyar his qilsanglar hammalarning oldidan bir aylanib chiqdi, ha. O'sha operator kim chiroyli chiqdidak? Operator ekranlig'i deb qo'yamiz-ku. Ha. Endi boshda kiyimga qaraymiz. Kiyim ochildi-chu odamda. Kiyimmi? Masalan, bugun qizlar kiyimi ichibdimi? Ha. Qandaqroq to'yga kelib qoldingiz qizlarni ko'rib? Rasmiy. Qizil, ko'k, oq, qolraq, qanday bor? Xil kiyim-kechaklarning orasiga kirib qolgandek his qildingizmi? Boshlar kirib ketdi. Xo'sh, qizlar qo'ydigan talablar qanday? Qizlarga cho'ng talab qo'ymayman. Cho'ng talab qo'ymayman degan gapdan sal ansirayman, Xayriguldan nima ish qildi? Mush cho'ng talab qo'ymayman degan odamning talabi cho'ngroqmidi deb ansirayman. Chunki cho'ng talab qo'ymayman degani o'zini biladigan, o'zini boshqara oladigan qizol bo'lsa bo'ldi degan gap chiqadi. To'g'rimi? Ya'ni azroq chansi bor. Masalan, yosh chiqsan gap anglaydi. Ha. Gap anglaydigan bo'lish kerak-a. Tur desangiz turgan.
mang desangiz mangadigan. Bekçe patates kalasızmı ki onda? Xo'sh, qizlar, sizlar qanday qaraysizlar? Yaşınız 24 yosh. Agar yaşımız mos kelib qolgan bo'lsa, men o'ylashyaptim. Kechiring. Men chiroqni o'chirib aytay. Aliya, hozir garchi Doniyor o'zining ifodasini bildirmadi-ku. Demak, sizningki yigit tanlashga nisbatan o'zingizning cho'qim bir ideyasi bor ekan deb o'yladim. Ya'ni cho'qim sizdan cho'ng bo'lish kerak, shundaqmi? Qabdo bo'lsa bo'ladi deyman. Agar azroq kichik bo'lib qolsa-chi? Qarshi tarafning uydagilar qo'shilgan ahvol ostida bo'ldim. Siz bek cho'ng masala qatorida ko'maysiz, shundaqmi Doniyor sizchi? Belki çoğun farqlanıp ketmesi var. Özüm 24 kirdim emasmi? 26'dan tön boz oldu. Men qarayman, bu meyli ev taraf, ayol tarafdan çoğun bolsun, yaş jihatda yoki ev tarafdan, ayol tarafdan yaş çoğun bolsun. Bu ev ayollik münasebetining davomli yaxshi yutishida eng muhimi bir-biriga ishonish, bir-birini yaxshi ko'rish, o'zaro kuyinish, hurmat qilish, fikri birdakligi bo'lish. Mushunda bo'lib yaxshi o'ssa, bu yoshning farqi ularning baxtli turmush kechirishiga cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi deb qarayman. Rahmat. Doniyorninki fikr hurmat qilamiz, Doniyorning fikrini saqlab qolamiz lekin. Chunki mendan 2 yoshlarla araliq o'lcham bo'lsa bo'ldi, uningdan eshib kes bo'lmaydi dedi. Biz bu fikrga hurmat qilamiz. Şundaq. Çünki hazırki davrda bizning ota-onalarimizning davridagi ayollar o'zini bek tashib etmaydi. Öz vaqtida 50 yoshga kiribdi desa, "Oh, qeyr mo'maykan" deydi. Men hozir 50 necha yosh turman. Bayning yaqin shu qizlarning hammasi mening qashim kilsiz shundaq yaxshi turibsiz dedi. Demak, yosh faqat kimligimizdagi bir spir sanaq bo'lib qoldi. Amaliy turmushda bu cho'ng ta'sir ko'rsatadigan omil bo'lmay qoldi. Chunki bu bek cho'ng omil emas deb qarayman. Rahmat. Undaq bo'lsa yosh masalasini mishagichi deyishaylik. Kasbkichu, kasbki shartingiz yoki bo'lmasa cheklamangiz bormi? Kasbga bek çoğun şartım yok endi. Uyda o'tasam bo'ladi. Uyda o'tasam bo'ldi. Masalan, teshida ish qilsam bo'ldi. Uyda o'tasa oylik kirimingiz qanchalik? Udil so'rab beray. Chiqib keta olamsiz? Chiqalayman. 5 mingdan 8 minggacha. Xo'sh qizlar, savollaringlar bo'lsa so'rasanglar bo'ldi, ha? Aynur. Daniyor yaxshimisiz? Yaxshimisiz. O'zingiz shunda qamlashgan, shay olib olgansiz. Lekin shunda ochiq yuriq, yoqtirgandim sizni lekinchi. Lavay bek ochiq yurib qolgan o'bada. Menchi ochiq yurib falan yaxshi ko'raman. Lekin sizning tarafingga yetishmay qoldi ekanman. Ya'ni yosh masalasimi? Yosh masalasida siz shu 26dan tön bo'ldi deb shundaq deganligingiz uchun kechiring, men bu chiroqni o'chirdim. Qo'shqani davomlashtiraylik qizlar. Ha, Arzu. Mening mijozim bir xil ayklab turish qamroqchi. Masalan, yurib qolsaq, ma'lum sabablardan necha kun bir, necha haftada bir ma'lum kichik ishlardan men qaydab qolib, anandikin ishimiz ya so'qishab qilib, bir kun qarashmaydigan ishlar bo'lib qolsa, siz bosh yigib kelishga anamsiz. Juriyetingiz bormi da? Masalan, qanchalik cho'nglik ishdiki deymiz. Odat kichik ishlar ama. Belki cho'ng ishlar bo'lib ketmaydi ham turmushda. Odat qizlarcha o'shiq ishlarga ranjiyalaymiz. Ikki ranjib qolsa masalan, vaqtga qoldingiz yoki. Xo'sh, keling. Hozir Doniyor Beijing vaqti 12larda uyga qaytib keldi, kechga. Ha, siz ishni ochdingiz deylik. Tok. Uf. Ne bak qaldınız? Do'stlarla o'tirib keldim. O tomoq so'yib ketdi, sizni saqlab ne soat o'tdingiz? Telefon qilib qo'ydim-ku, tomoq aytgan kechada. Qash do'stim deydi ekansiz. Tomoq og'ash kelgan sizga. Yemayli, mani yemayli, siznikini yeyli bo'ldi. Xapamang abi. Uyqungiz Ya bu siznikini yeyman. Yemaysiz bo'ldi. İstedin abi. Tomoq O'zingizda, o'zingizda. Yeysiz lekin, ha? Yemayman. Nima ish qilmaysiz? Nima ish qilmayman? Yap qo'ying abi. Issiq vaqtda atga. O'zim istikray bo'ldi. O'zim qayt etib. Buni o'tkazib qilamiz. Ya. Shunday yaxshi bo'ldi ya. Amaliyot buningga shunday qilamiz. Yo'q. Bu dialog turmushda ko'p uchraydi, lekin qizlar bu yo'q. Amaliyotda yana xapalaysiz, yana kechirim so'rayman. Ha, kech qolma degan gapchi bu. Bu amaliyot turmushda shunday kichik ishlarmikin deb o'ylayman. Chunki mana Xayriguldam o'ltiribdi.
Patgüldam o'ltiribdi, Alimalim o'ltiribdi. Amaliyotda kashf qilish degandek ishlar bizning bak ranjishimizga arzib ketmaydigan ishlarmikin deyman Xayrgulda. Masalan, endi bizning uyda endi bundaq ahvollar bak jiq yuz bergan oila deb qarayman. Chunki mening yo'ldoshimmi og'inlarni bak yaxshi ko'rdigan, o'z ashna o'yin tomoshani yaxshi ko'rdigan, xizmatni yaxshi qilgan bilan ashna qiladi. Yangi to'y qilgan vaqtlarimizda bizning ashna o'zaro tushunish hosil qilgan vaqtda bundaq ahvollar jiq yuz berdi. Sizlar balkim boya to'y qilganini ko'rsatdi. Asli sizlarga muhabbat vaqtidagi holatinglarni ko'rishgan bo'lsanglar, tushunishga fursat texmi yaxshi bo'ladi. Chunki bir turmushni cho'qim uy kirgan vaqtda aningdagi his qila olasizlar. Turg'un bilan mening yosh farqim 5 yosh keldi yo'ldoshim bilan. Şu ben erkilgəndimi, erkiləymen. Erkilgən bilə apam şu vaxtı degen. Muşundaq bir işlərdən tolu yamanlab aldım da. Xapoplam yamanlab alsam, apam qop hər göz yamanlamang balam. Hər kişi degen xapomang degen vaxt şu vaxt açığınızdan yeni. Bu degen hayat deydi. Bundaq işdən kırmını ötüdü. Bu kiçikkin işki yamanlab, neç gün yamanlasınız, bu öyge uprab ketsiz. Xapomang degen vaxtda, buldu, bunu degen undaq qılmang cümü, dep qoyun, tügüsün bu iş. Bunu bugün günü ertegi herkes apamang deydi. Şunmuş otlağan çıraylı kızlarının mı özengler en yaxşı aletте. Xapoğa vaxtımızda bizim çırayımızın türüldüğü deyme. Gözlerimiz bolup mu ben xapıldığamsam çıkı gözümden degenin. Boran çıktı. Şundaq sürüba buluduğu. Şunun için ben her vakit, her muhitte bir illik çıray buluşunu yaxşı görme. Her qanday xapoğa işlemi çıraylı aleti bir taraf kılışını bugün varsanlar bu sizlerinin Türkünlarga texmi güzellik ata qılıdı. Hazır qaltınlarga texmi oңuşluqlarını sizlerge yar qılıdı. Şunun erkilgen mu qızval üçün yarşırgan bir zinnet. Rahmet. Demisimi Xayrguldan degandek biz ayollar amaliyotda uyning optipi. Agar biz tutilib qalsak, bütün uy aptab o'shgan uyga o'xshab qoladi. Agar biz davomli ichilib tursak, uyning ichi bak yo'riydi. Shunga bu nuqtalarda qizlar balkim ba'zi o'valchilik his qilib kelishinglar mumkin bu turmush qurgandan keyin, lekin bu o'tib ketadi. Bayatin deganda kichik ishlarga jon ofirtish hojatsiz. Xo'sh, biz bir tarafdan o'yinlarni o'ynagach, endi amaliy turmush gaplariga kelaylik. Daniyar, sizningki masalan to'y turmush ishirgan shaxs siz bilan yana bir qizning ishi emas, ikki oilaning ishi. Cho'nglar bo'ladi, urug' tuqqanlar bo'ladi. Agar birov bilan to'ylashish oldiga kelsangiz, siz cho'nglarning hissiyatiga ko'proq ko'ngil bilamsiz, o'zingizning hissiyatiga ko'proq ko'ngil bilamsiz. Apam qarshilik bildirmaydi. Bak ishonchingiz bor ekanda. Ishonchim bor apamga. Apam cho'qim qo'llaydi, cho'nglar qo'llaydi demoqchimi? Xo'sh, undaq bo'lsa, chiroqlar siz uchun yeni holatda turibdi. Rayla. Bir so'rab baqsam, endi yeshi atdan kichikkachu, yeshi kichik, lekin men qarsam yana bir yerlardan shunday bir pishib bitilgan xarakter borkachu. Ashta his qildim men ba'zi qiliqlardan. So'rab baqsam, siz bayatın iqtisodingizni ayrim dedingiz-ku? Mustaqil. Ha, to'li dedingizmi? To'li degan kashavat qila qanchalik vaqt bo'ldi? Kirim qilayotgan qanchalik bo'ldi demoqchi. O'qish bitirib boshlaganmidingiz yoki bir mezgil vaqt ketdimi? Bitirib boshlab ketgan. Demak, o'qishni 22 yoshda bitirdik deylik. 2 yildan buyon siz o'zingizning kirimni o'zingiz yaratib kelyapsiz. Cho'nglarga to'la shafqat qila olamsiz? Ha. Masalan, jiqroq berib qolsa, uydagilarga yerimda sal jiqirib, men o'zimning turmush xarajatlarini tuvanchu hamda xajlayman. Masalan, o'zim hisoblabni qo'yma ba'zan chalada. Masalan, uxlashdan oldin adidiki hisobotni o'ylab qo'yman. Amonat qo'ya oldingizmi? O'zim saqlayolmayman de. Cho'nglarga berib qo'yaman. Cho'nglar saqlab berganda. Bu yaxshi ahvollar. Qani qizlar, savollaringizni bo'stonlashtirsanglar bo'ldi. Mayra? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizni bir narsa so'rab boqayotgandim. Abiyamning yanqisi siz qizlarga bo'lgan talabingizni dedingiz. O'zingizning bundan keyingi hayotingiz bo'lgan bir talablaringiz bormi? Shunday bilib boqaman. Buni texi inoq o'ylash bilamidi? Yovlashsam bo'ladi. Siz bundan burun o'ylashib boqmaganmi? Bundan burun o'ylashgan, lekin o'zgarib turdi-chu mening o'ylag'anlarim. Masalan, uning yana qo'shib, o'ylag'anlarim ustiga yana qo'shib. Piramidadagi-chu? Yo'q, qilqay bir muqim nishoni bo'ldi odamning masalan, mening o'zimga tushlik nishonim bo'ldi. Chuqur har qanday odamning manchilik vaqtda manchilik bir nishonga yetmay mundaq deydigan ish bor. Masalan, 24 yoshga 30 yoshgacha nima ish qilasiz demoqchi. Abiyam siz dedingiz-ku, ilqi mening hozirgi kirimim 5000 dan 8000 ga dedingiz. Bundan keyingi nishoningiz yanash 5800 idimi yoki degandek tushundiramay qoldim bu ya. Bu pul hozircha o'zimga yetgan bilan keyin turmush qurib, nima qilib qolsam yetmaydi. Inoq. Ha, inoq yetmaydi. Hamda uning oldini olish uchun hamda
texmi tirishib, o'zimning bir igilikchiligim bor. Masalan, qaysi sohadagi kasbni tutmoqchi? O'sha o'zimning qilayotgan kasbim. Undaq bo'lsa, bu tarafdan bir necha chiroqlar o'chib ketdi-ku deyman men bilishimcha. Shundoq nima uchritay? Bo'ldi. Mayli nishoni bor odamlarni o'zim yaxshi ko'rmancha, o'zimning nishoni bor. Buldika nishoningiz. Davom ettirsangiz Rahmat. Mayraning bu savoli bilan men Ali Ma'lumdan bir savol so'rashni to'g'ri topdim. Erlar cho'qim mas'uliyatchan bo'lish deymiz. Bu mas'uliyatchanlik pul tepish bilanla cheklanib qolsa, bu nayt tar doiradagi mas'uliyatchanlik bo'ldi. Mas'uliyatchanlikninki o'z ichiga olgan ma'nolari naytim kengri bo'ladi-ku. Hamda hozir qulog'imizga yoqmasin bir gaplarni ko'proq anglaymiz. Ya'ni ayollarning sirt qarab qilish masalasi. Ayollar erlarga o'xshash undaq qilib aldirabla taloq qaraydigan avval mavjud bo'lmaydi. Har qanday bir taloq qargan ayolning alohida bir sababi cho'qim bo'ladi. Ham biz buni biyologiya nuqtasidan nima deymiz desa, insonlarning to'y psixikasini biz shu qizil tumshuqliq shaxsanlik qush deydigan bir qush bor. Shunga o'xshatamiz. Buningda erkak shaxsanlik qush o'z uvusi atrofida menib uçup yürüydü. O'zining uvusiga yemekliklarni ta'minlaydi. Agar buning uvusiga boshqa bir yat erkak shaxsanlik qush yaqinlashsa, bu erkak shaxsanlik qush uni uvusiga yaqinlashtirishdan saqlash uchun eydiydi. Ya'ni jo'risiga yaqinlashtirmaydi. Biroq o'zi desa, o'zi amal bor boshqa vaqt chiqsalar boshqa uvularda cho'klab yuruydi. Kishi shaxsanlik qushchi desa, u hargiz erkak shaxsanlik qushga o'xshash boshqa uvularga bormaydi. U faqat o'zining uvusida yo'ldoshi yoki jo'risi ekipaga yemekliklarni bolasiga ta'minlaydi, ammo shiqilaq bolasida boshqa erkak shaxsanlik qushni qabul qiladi. Birinchisi, o'zining jo'risi uzun muddat uning yemeklik ekib bermasa. Bu vaqtda boshqa shaxsanlik qush uning yemeklik ekib bersa, demak uni qabul qiladi. Yana birisi o'zining jo'risi uzun muddat uvuga kelmasa, uning yaqinlashmasa. Bu vaqtda hamda doim bir shaxsanlik boshqa bir shaxsanlik qush paydo bo'la qolsa, uning qoniti o'zining jo'risinikidan farqroq bo'lsa, kuchli bo'lsa demakchi. Andan keyin buni qabul qilish avval bo'ldi. Shunga ayollarning taloq qarab qilishida biz eng tuvan hisoblasaqmi 50% shu erlarning bevosita sabab bo'lgan gap. Men Daniyardan bir savol so'ray. Daniyar, siz hozir 24 yoshga kiribsiz. Hozirgi vaqtda endi bek to'y qilishga aldirab ketidi yoki bir qiz degan maqsad yo'q. Lekin yoki sizning bir to'y qilishga aldiraydigan bir planingiz, maqsadingiz bormi? Necha yoshlarda to'y qilsam deysiz? O'zimning o'ylig'ini 27 yoshda to'y qilsam. 3 yil baka. 3 yil ekan. Bu programma yaxshi nima qilgandan keyin men bir qatnashib baqa o'zimga loyiq chiqdik. Bir juptimni topa olamanmi deb qatnashib. Ashta bir maqsadim bor. Buni to'g'ri qilsiz, chunki mushundoq qilish orqali sizning yoshingizdek kichikkan nurg'un qizlar buning ichida sizdan cho'ngimi bor, sizdan kichikimi bor, har xil xarakterdagi qizlar borda o'zining juptini ko'rish uchun mushundoq fursatlarni o'zingizga yaratgan tunji qadamingizlar sizning maqsad mudoringizning borlig'ini bildirdi. Planingiz bor ekan. Bu shekilli ko'ribsiz, balkim bugun chiqib qolishim mumkin. Mushu qizlardan chirg'in uchirib yetmagan qizlar bo'lsa, sizning tanlash obyektingiz bo'lib qolishi mumkin. Lekin sizning yeshingizga mening o'tlagan qizlar ko'parak shuni deb uchirib yetdi-ku deyman bayning yoqi. Lekin siz o'zingizni shunchalik hammasi shunday xushxo'y, tirishchanlik bor ekan. Faqat nishoningiz kelganda o'zingiz texi to'xtalmabsizda, kunda o'zgarib turayotgan bir holat bor ekan. Bu hamda normal ahvol. Xuddi vaqtimizni topa olsangiz bizmi xo'sh bo'lamiz. Bu singlim mening diqqatimni tortdi. Bugun programmamizga yangi keldingiz-ku deyman singlim. Ismingiz? Amina. Amina, kasbingiz? Laylig'chi. Laylig'chi, shundaqmi? Siz bayotingizni hech qanday fikr qatnashtirmagan ahvol ostida chiroqni o'chirib yetibsiz. Sababingizni bilib baxsam o'tdiki. To'g'ri. Men o'zimda bir xil bexatarlik tuyg'usi, kamchil boshqalarga bir yelinib ashtaroq. Demak, siz Daniyar bexatarlik tuyg'usi berami deyish shundaqmi? Bu masalaga qanaqa qaraysiz Daniyar? To'g'ri tushundingizmi? To'g'ri tushundim. Qarmoq qilib bek o'yinchidek. Bir usul bilan o'yinchi qatoriga chiqarib atgan bo'lsam, men kechirim so'rayman. Lekin biz Aminaning fikriga hurmat qilamiz. Bu Aminaning shaxsiy ko'z qarashi. Shundaqmi? To'g'ri. Xo'sh.
Güzel. Ben o başta Daniyar'ın oylaşkan. Çıqqanda o'ylashibsiz-da? Çıqqanda oylaşkan lekin 27 yaşta to'y qilmagan 3 yil saqlasam sal uzun vaqt ketgan ekan. Asorati qilib qolmay endi. Unda xo'sh chiroqni davomli saqlab qolamsiz, o'chirib yetamsiz. O'chirib yetay. Hozir chiroqni saqlab qolgan faqat birla Raila qoldi ya. Raila bayatın gerçi yaşmasızını oturup koysmu yana dadıllık bilen çırakını saklap qalğandan ben bek söyündüm. Hoş qani Raila bilen Daniyar çıkanlar. Sahnemize kelamsizlar. Endi bayatın degandek Daniyarning ma'lumoti hamma taraflardan yaxshi-chu, ko'nglimdek. Lekin endi bayatın 2 yosh masalasini deganda men Daniyardan 2 yosh cho'ng. Endi bo'ldigan bu. Arliqda bo'ladi degandi. 2 yosh mayli degandi. Demak hozir Ali ma'lum Raila o'ziga taz ishlamayaptamdi yoki Daniyarga ishlamayaptamdi? Hem bir kız bilen bir oğul o'tirisidagi yaxshi kurash 3 xil yaxshi kurash bo'ldi. Birinchisi badan inkosi orqali yaxshi kurash. Siz qarshi tarafni nimishqa yaxshi ko'rganingizni bilmaysiz, biroq badningizda qarshi tarafga bo'lgan bir xil inkos paydo bo'ldi. Ikkinchisi shu desa, ikkinchisi qarshi taraf sizga bexatarlik tuyg'usi ato qildi. Bu xil tuyg'u bilan yaxshiroq qoldigan avval bor. Uchinchisi shusi tasavvur orqali yaxshi ko'ra qoldi. Xo'nshan qilib, tasavvur qilib. Ammo buning ichida eng ishonchisi uchinchisi tasavvur qilish orqali yaxshi ko'ra qilish. Chunki bu yerda qarshi taraf u yaxshi ko'radigan odam bo'lmasdan, balki u kallisidagi tasavvur qilgan osh odamni qarshi taraf deb qaraydi xolos. Natijada bular muhabbatlashgandan keyin yoki o'y tutgandan keyin barbara qarshi tarafning hargizmi uning tasavvurdagi yaxshi ko'radigan odam emas ekanligini bayqagan vaqtda ikki tarafda bir xil ümidsizlik paydo bo'ldi. Buning ichida ham eng qaysi kuchli bo'ldi desa, bexatarlik tuyg'usi bagellik tufayli yaxshi ko'rib to'y qilganlar uzunga bordi. Gerçi bularning turmushi pek qizg'in, qaynam hissiyotliq bo'lmagan taqdirdimi, bularda turmushini saqlab qolish va oxirigacha chiqishga yetarli sabab bo'ladi. Ham badan orqali yaxshi ko'ra qilish bu bir xil qaynoq hissiyot bo'lib, bu ko'pincha muhabbatlashgan vaqtda paydo bo'ladi, ammo to'y qilib bo'lgandan keyin bu xil tuyg'ular boshqa bir xil muhabbatga aylanib ketadi-da, u xil ahvol bo'lmagan gap. Xo'sh, undaq bo'lsa, biz yanala Raila qiz mehmonimiz bo'lganligi uchun bu qitimqi tanlashni Railaga beraylik. Agar chiroqni yana saqlab qolish xiyolingiz bo'lsa, marhamat. O'chiritish xiyolingiz bo'lsa. Bu programının tacizdarlığını Sabila bovoqlab bo'lmoqi, Sabila tayyor cho'plari, Sabila barang yaproqchi qatorliqlarni ishlab chiqarish va setishdagi bayroqlar korxona Xinjiang Sabila kasbiy taraqqiyot chekti shirkati o'z ustiga olgan. Siz sig'ingan igirning ta'mi Sabila qo'laylik ugurisi. Bu programmani Sanshxanzi Atirgul restoranining 4-qavatida joylashgan Tilsim oltinchiligi alohida talab qilgan. Bu programmani taomlarimizga o'zgacha ta'm qo'shayotgan o'zchin tetutqilari alohida qo'llagan. Ürük, limon, olma, şaptul ve apelsin. Taza demlengen çayının huzuri ve isil meyvelerinin şirin ta'mi. Yip-yeni lezzet, yip-yeni abide meyve çay içimliki. Muzdek içsiniz canның raheti. Abide meyve çay içimliki. Elçi, senin materialın başka, layihələrin başka, rəngdarlığın başka, qeylippin başka. Yasınar naznin künde her rəngdə elçidi culalıqı, uzlıqı yana. Elçi, hanım kızlar kiyimleri. Lazıxan 2. avlod tayyor samovar sho'rpisi. Soğuq su qo'ysalar o'zligidan qaynab tayyor bo'ladigan Lazıxan samovar sho'rpisi hammamizning iste'mol qilishiga mos keladi. Lazıxan 2. avlod samovar sho'rpisining miqdori oshirilib, 2 kishilik qilib ishlandi. Ta'mi ham sufitimi yaxshilandi.
Lazixanı bir qatim etsangiz, yana izlab qolsiz. Setib olganda Lazixan markasini diqqat qiling. Lazixan samovar sho'rpisiga har xil yemekliklar qo'shilib, ta'mi yarmi qurishlar orqali tanishildi. So'q qo'shsalar o'zligidan qaynab tayyor bo'ladi. Lazixan tayyor samovar sho'rpisi. Abdukrimka qalğaç markalık sopun parachikini işidan qadam mukafot chiqdi. Sifat, ishonch, inovatdan boshqa hech nima chiqmaydi. Chiqdi deydi. Yo. Bilibsizlar-da, ikki chaqliq Hamra markalik toksikilik chiqdi. Qalğaç markalik sopun parashugi. Qalğaç markalik sopun parashugi. Vatva erkin chiqaradi. Voy nimaning? Kirnang. Qalğaç markalik sopun parashugi. Qalğaç markalik sopun parashugi. Vatva erkin chiqaradi. Voy nimaning? Kirnang. Qalğaç markalik sopun parashugi. Vaa, yani şehrin tem yalqazan yürüyüşteki yemekliklerimi bakan emasmı? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşqa teklem şehrin, ha? Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri, raslı bek şehrin. Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri. Sağlam hayat, muhabbetlik turmuşunuzga berginaz məxfi retsiplik balyaqlı asraş təklikini əmraq qılın. Berginaz. Bu qitim qıtallaşını raylarga berayli. Agar chiroqni yanil saqlab qelish xayolingiz bo'lsa, marhamat, o'chiritish xayolingiz bo'lsa, O'chirvatdim, lekin endi shunda bir yaxshi do'stlarim bo'lib baştaq o'tib qolgan ba. Daniyar, rahmat sizga. Bugun dadillik bilan sahnaga chiqib bizga yaxshi kayfiyatlarni ato qildingiz. O'zingizning ko'z qarashini dadillik bilan o'tirib qo'ya oldingiz. Lekin mening adillik yo'li bilan sizga samimiy taklifim, bundan keyingi hayot nishoningiz texim yuksak bo'lsin, eng muhimi manzil bak uzoq. Mening jarayonda nurg'un do'qonlarga uchraysiz. Meningcha o'zingiz haqida, kasbiy taraqqiyotingiz haqida yanada ko'proq o'ylanib beqishingizni tavsiya qilaman. Rahmat Daniyar. Bir lig'iz gap, yana kelishni xohlamsiz? Xohlayman. Bo'ldi, program guruhi sizni qarshi oldi. Rahmat Daniyar, javoblarimiz bilan o'stayli qizlar. Ben sahnaga chiqib, alayligimni joriy qilib oldim deb qarayman, lekin o'ylamagan yerdan hamma qizlar chiroqni o'chirib qopti. Balkim bilgan ta'lim kamigan bo'lishi mumkin, lekin men yana qaytib keldim. Qadrli ko'rman do'stlar, garchi Daniyar quruq qo'l sahnadan ayrilgan bo'lsa-mu, lekin siz, men, ko'pchilik shuni his qilgan bo'lishimiz mumkin. Daniyar ifodalash iqtidori jihatda ko'p qiynaldi. Balkim Daniyarlar emas, bir qism o'g'illarimiz o'zining ko'ngilini ifodalash jihatda ko'p qiynalayotgan bo'lishi mumkin. Programmamizning samimiy tavsiyasi, siz eng oldi bilan o'zingizni tushuning. Siz o'zingizni tushungan vaqtda elchi programmasiga kelib o'zingizni yaxshi namoyon qila olasiz. Agar yaxshi namoyon qila olmayman deb ikkilansangizmi, yanala programmamizga qatnashib beqing. Chunki maslahatchi ustozlarimiz naq maydonda sizni eng to'g'ri usulda yetaklab ketalaydi. Chiroyli qizlarimiz bilan paranglashib fursatini qo'ldan bermang. Bishimga omad qo'nmadi, yishim bardi bir yerga, bishimga omad qo'nmadi. To'yining gepi barsam naga, o'ylanmasam bo'lmadi. To'yining gepi barsam naga, o'ylanmasam bo'lmadi. O'ylanaman qashi qaraga, o'ylanaman ko'zi qaraga, yarashmadi bo'ytaqliq mendek o'g'il balaga. O'ylanaman qashi qaraga, o'ylanaman ko'zi qaraga, yarashmadi bo'ytaqliq mendek o'g'il
öylənməsəm bulmadı. Yapçılarının ağzını yetib, öydeki kalanını sıtıp, yol koymasa kaçıp, öylənməsəm bulmadı. Öylənmən kaşı qarağa, öylənmən közü qarağa, yaraşmadı boy taxlıq, məndək oğul balağa. Öylənmən kaşı qarağa, öylənmən közü qarağa, yaraşmadı boy taxlıq, məndək oğul balağa. Selip yaxşı dılğa, elçə qoyub köygən qızğa, toy top tutup muşu yılğa, öylənməsəm bulmadı. Toy top tutup muşu yılğa, öylənməsəm bulmadı. Öylənmən qaşı qarağa, öylənmən közü qarağa, yaraşmadı boy taxlıq, məndək oğul balağa. Öylənmən kaşı qarağa, öylənmən közü qarağa, yaraşmadı boy taxlıq, məndək oğul balağa. Yaraşmadı boy taxlıq, məndək oğul balağa. Məndək oğul balağa. Qadrli görmən dostlar, proqramımızın tacidarlığını Şinjan Səbilə Kəsbi Tərəqqiyat Çəklik şirkəti öz üstəgə alğan, proqramımızı Tilsim altınçılığı alohida tələb qılğan, proqramımızı Kamera Mədəniyyət Tərəqqiyat Çəklik şirkəti öz qolu bilan ro'yobga chiqargan. Xo'sh, biz bugungi ikkinchi mehmonimizni sahnaga taklif qilishdan burun ekran orqali uning bilan tanishib chiqaylik. Kütley desen yaşırıp, su bulay, toprak bulay, yayray desen şatlanıp, güç bulay, kuvvet bulay, argınında mini oyla. 2, 3, 4. Ben sana hemra bulay, abidede birli tolla, şu haman peyda bulay. Abide vitaminlik kuvvet içimligi. Ecep kısıl temi, bek tunuşluk ismi, esra deydi şüreklerde öçmeydi huzuri. Açık çocuk kıyza, ismi onun esra, kep ketmeydi temleriye, izleyimiz zerceyde. Wow, acep oynayotgansiz ya siz. Esra kıyısınıysınız, siz mi pek oynaysınız? Yap bakalım. Esra, esra, kısıl kıyza, yap yakınlar. Cep isıl temi, yap. Yangi uralma, yangi tam, Esra qiyizillari. Bu ikisi nimani saqlayotgandi? Keldi. Keldi. Asli Shirin tamni saqlayotdi-da. Wow, ya'ni Shirin tam yalqazon yurishdik yemekliklarimi bakar emasmi? Turlari to'liq, rangorang. Qandaq? Ismiga loyiq Shirin tammikan? Rostla talashqa taklam Shirin, ha? Shirin tam yurishdik yemekliklari, rostla bak Shirin. Shirin tam yurishdik yemeklikleri. Elchi, sening materialing boshqa, loyihalaring boshqa, rangdorliging boshqa, qiliping boshqa. Yasinar noznin kunda har rangda, elchida juloliqi, uzliqi yana. Elchi xonim qizlar kiyimlari. Har kun sen uchun yangi bir boshlanish. Charchash, bo'shish senda yo'q bo'lsin. Eng cho'ng raqobatching tunugunki o'zing. Hayotingning rangdorligiga elchi kiyimlari hamroh. Elchi. Wow, ya'ni Shirin tam yalqazon yurishdik yemekliklarimi bakar emasmi? Turlari to'liq, rangorang. Rostla talashqa taklam Shirin, ha? Shirin tam yurishdik yemekliklari, rostla bak Shirin. Shirin tam yurishdik yemeklikleri. Şəxsi tozliqdagi beparvolığınız tufayli oson ahvolga tushib qolganingiz yo'qmi? Bakira tozliqdagi tig' bisiga oq oltin yaltilgan bo'lib, o'tkir ham bexatar. Badan shaklingizga asoslanib loyilangan, tutishga aptik bo'lib ishlatganda yengil ham siliq ma'qul. Bakira tozliqdagi sifatsiz materialni avtomatik ilg'ab chiqarib etish uskunasi orqali chiqarib etib, pakiza muhitda har bir tal bakira qatsi sifatli material bilan ishlaydi. Sog'lomligimiz uchun bakira bozilma yurish qoidasini xotirjam tanlab ishlating.
Bagire bozulib yurishni qadrlaydi. Sap ko'nglingizni xushpurak nafaslaringiz bilan eng yaqin orliqdan izhor qiling. Adila aralashma tamlik sig'izlari nafasingizni texmi saplashtirib, orliqingizni eng yaqin qilg'usi. Xushbo'y hid eng yaqin orliq. Adila aralashma tamlik sig'izlari bilan izhor bo'lg'usi. Adila aralashma tamlik sig'izlari ismini ishlab yolg'izlik his qilgan chig'ingizda, yiroq safarlarda isil tamni hamroh qilishni o'ylaganingizda, loyiqingizning ko'nglini isil tamlar bilan tutishni o'ylaganingizda 15 minutda sizga isil tamning huzurini ato qiladi. Adila o'zi pishirar samovar sho'rpisi. Xo'sh, biz bugungi ikkinchi mehmonimizni sahnaga taklif qilishdan burun ekran orqali uning bilan tanishib chiqaylik. Yaxshimisiz ko'pchilik, men O'zmamad, bu yil 26 yosh. Boy egizikim 1.95, ig'irliqim 74 kilo. Mening bu programma qatnashishga maqsadim o'zimga yaxshiroq bir loyiq izlash uchun keldim. Qani güzel qizlarimiz alqishlarimiz bilan ikkinchi mehmon Ro'za Mamatni sahnimizga kutib olamiz. Güzel kızlar, yaxshimisiz ustozlar. Bugun ovoz patlıqlar keldi bu programma. Güzel qizlar deb boshladik mana. Ish 10 keldi degan gapda. Bo'yingizligingiz 1.95. 5 santim g'ayrat qilayotgan bo'lsa, O'smayapman faqat 3 yilni yaqtirishib. Hadi yana o'skingiz bormi? Ozroq o'sib olsam deb o'ylayman. qancha? Shu 2 metrlarga chiqib olsam deb o'ylayman. Siz basketbolchimi? Burun basketbol o'ynaydim, hozir o sahadan chekinib chiqib, shu tijoratchilarga, masalan, to'rsodigalarga shular mulozmat qilish asosli kasb. Kasbingizni yaxshi ko'ramsiz? Ha, yaxshi ko'raman. Meni yaxshi yo'lga boshlagan kasbni yaxshi ko'rmay. To'g'ri. Bugungi programmamiz qatnashishga maqsadingiz nima? Programmaning ismidan mo chiqib turibdi, elchilab. Menga bir elchi bo'lib bersa, mush program. Bo'ladi, jinimiz bilan elchi bo'lib beramiz, ha. Avval qizlarga bir qarab o'ting. Qizlarni chiqiblar nazar solib ko'rib chiqqandan hammasi bir-biridan go'zal, chiroyli. Menga hammasi maskilg'anli qizlar ekan bu. Ana marjon ko'ylak kiysam bulamdi degandek. Marjon ko'ylakda qo'ydijmi bu qizlar? Agar hammasi ko'z tashlasangiz, nayt obdan marjon ko'ylaklar bor, siqishtirib odam qiynab qo'ydigan. Şamış elçiler bir, sizlar amal qilib. Bo'ldi, biz fursatni sizga kengri berdik. Qani kimdan qanday savollar so'rag'ingiz borki? Ro'za Mamat asmos. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Bu yil necha yosh kirdim dedingiz? 26 yosh. 26 yosh. Bo'yingizligingiz 1.95 man. Yana 2 metr bo'lamsiz. O'say davatmi, o'samayaptimi? O yeshingizga bek cho'ngab qoldim bo'y. Yoshlar bo'yiga, masalan, kelgusida jupingizda hamda bo'yiga talab bormi? Egiz bo'lsin deb siz meniki egiz bo'lgan kimdaniki deb o'ylayman-ku ikkimizga. Pakavsi bo'laveradi. Bo'laveradi demakchi. Pakavsida yetlab ma'noga yaxshi. Berib qolsa yutib olaman. Rizmanat qiziqchi ekan texi. Ha, rahmat. Xo'sh qizlar, aktivlik bilan davomlashtiringlar. Sizdan bunday bir savol so'rag'im kelyapti. Har qanday bir odamningki baxtga bo'lgan intilishi o'xshash bo'lmaydi, shundaymi? Ha. Baxtni biz tutolmaymiz. yoki bo'lmasa ko'ramaymiz, faqat ma'lum bir nuqtaga kelgan chog'da biz his qilish orqali o'zimizni baxtli ekanmiz deb bilalaymiz, shunaqo. Undaqda siz o'zingizni baxtli deb his qilib boqqan bir kunlaringiz bormi? Hozir turmushingizda. Burundan bu masalani bek cho'nqir o'ylab oldim-ku, baxt degan gapni. Amaliyotda buni eng qisqa doiradan qilib aytsak, shu baxt degan, deganda hammamiz ko'zimizni ochsak, baxtli inson men ekanman bugungi. Ashtal tushunsak, bo'ldi deb o'ylayman baxtni-ku. Undan ortiq menimcha. Demak, sog' salomat bo'lsak, dunyoga umidvor qarasak baxt degan shu demakchi-ku, ha? Qanoatlanarlik javob bo'ldimi, qanoatlanmadingizmi ya? Yana bir davomini so'ray. Xo'sh. Endi nurg'un o'g'illar qizlarni tanlagan chog'da va'da bermasin, cho'qim baxtli qilma deydi. Undaqda siz uni baxtli qilma deb yo bir uy doch apaginingiz bilan u o'zini baxtli qilolmasligi mumkin. Siz qaysi xil usul orqali uni cho'qim baxtli his qildira olasiz? Baxt degan baymo deb muqim bir o'lchimi yo'q. Cho'qim men baxtli deb his qilishim kerak. Masalan, baxt qilma deganimiz, masalan qizlarga men shaxsan bir qizlar masalan baxt qilma desa, men uning qilmaydiganim eng muhimi muhabbat. Bir yoshlar o'tirisida bo'libmi, men o'zimni misolga qo'ysam, eng muhimi muhabbat. Muhabbat ushlab ketmasa, yoshlar o'tirisida boshqa ishlar tadrijiy yaxshi bo'lib ketadi. Shuning bilan baxtli oila qurul bo'ldi deb o'ylayman. Oraliqdagi muhabbat ushlab ketmasa, shu baxt degan shu deb o'ylayman.
Demak, baxtli bo'lishning asosi yanala muhabbatli turmushda demakchi, shundaqmi? Xo'sh, Xayrgulda. Ba'zida turmushda iqtisodning qiyinchiligidan to'qinishlar kelib qolishi mumkin. Yoki mijozning egizmasligidan to'qinishlar kelib qolishi mumkin. Bu shundaq vaqtda eng afvuchan, mehribon holatlari bilan o'zaro bir-birini keng qo'shiqlar bilan qabul qilgan vaqtda eng baxtli turmush tangponlikni saqlab turamdiki deyman. Muhabbat bu vaqtida shundaq. Rahmat. Xo'sh, qizlar, jalliq savollaringlarni. Ha. Aynur, Ro'zmamat, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizdan bir savol so'rab baqay. Siz kelgusida to'y qilgandan keyin sizning ayolingiz bilan opangizning munosabati toza yaxshi bo'lmay qoldi. Ayolingizning ba'zan bir mijoz xuluqlarini opangiz toza yaxshi ko'rmay to'ydan keyin. Shu sababdan sizning ayolingiz opangizdan ko'ngli og'riq bo'libdi. Ashtaq ahvolga yo'liqqan chog'da siz bu masalani qanday bitirib qilsiz? Mening opam dadam xotin turdi, men Urumchi turmay, so'ng unda ixtilof kelib chiqmaydi deb qarayman. Hadi kelib qolsin. kelib qolsa demakchi. Opamlarni Urumchiga olib keldim deb o'ylasam, ayolim bo'lgan odamga atay xotin olib kelgandan keyin bir yaxshi qaraydi-da ularga. Ko'ngil ranjishi bo'lmasligi mumkin deysiz-ku. Aldirab ko'ngilni ranjitmaydi. Ranjishlar opammo yaxshi ayol. Aldirab ranjib qolmaydi, kelinga amroqchi deb o'ylayman, lekin ashtaq bir ishlar bo'lib qolsa ham da raslamimiz bek gangrab qilishimiz mumkin. Ham uning sababini bir surishtiray desam, sen nima bunday qilib harakatini surishtirib bo'lmaydi-da buni. Ashtaq bo'lib qolgandikin. Ham shu yanilam sukut turishni tanlayman men-chu. Endi ko'nlar deydigan gap bor. Qaynona bilan kelin bir-birini ko'rganda shundoq bir sat hayvon bir-biriga ko'rindi ekan ko'zida. Bularning o'tirsini shundoq bir hayvon o'tib ketgan degan bir maqol tamsillar bo'lgan-ku burunqlarda. Shuningga har qanday yaxshi kelinmi, yaxshi qaynonami bir kelgan vaqtda cho'qqin bir bilan ixtilof bo'ladi. O'g'il bo'lgan odam har ikki tarafga xuddi tamsiypaydigan handugini qo'lda tutgandek, handugini tutib turib, ikki tarafning kam yerini, ortiq yerini bir-biriga sugab bersangiz, bu ikkisi yaqinlashir ekan. Bu handugunuz yo'q bo'lib qolsa, heliq vulba o tüşk texim yo'g'inab, bag'an siri eg'ir jarohatlarni keltirib chiqardi ekan. Shuning o'g'il bola qaynona bilan kelinning o'tirsida, kelinning yomon bo'lsa o'g'lingdan ko'r degan gap bor. Mushu jihatda ekran oldidagi o'g'illar bo'lsin, har qanday o'g'il bola yaxshi ko'rsatish uchun o'zi yaxshi rol o'ynash kerak ekan. Demisam o'tirliqda naytdi adillik bilan faqat ikkili taraf yan besib ketmasdan agar gunoh kimdiroq bo'lsa, yana qarshi tarafning ko'ngli utvag'il bo'lam deganday bu keyingi ishlarga buni hozircha muloyiza qilmaylik. Siz qanoatlanarli javob erishdingiz deb o'ylayman, Xayrgulda Marqiliq. Xo'sh qizlar, davomlashtirsanglar bo'ldi. So'rab baqsa. Yana bir savolingiz bormi? Qani? Ro'zmama siz avval chiqqan chog'da qizlarningki bo'y cheklimisiga qanday bo'ldi dedingiz. Yosh cheklimisiga shundaqda. Endi shu yosh cheklimisi kelgan vaqtda shu menda bek ko'p cho'ng bo'lib ketmasa deb o'ylayman. Endi men o'zim bir ishlar boshlamchilik qilib amroqchi odatda. Endi uy tutib qolsam bosh pulmanda. Demak, yeshimning ayolimdan cho'ng bo'lishi menga nisbatan ishonch olib keldi demakchi, shundaqmi? Agar ayolingiz cho'ng bo'lib qolsa, hadida ko'rinib hurmatsizlik qo'lqilam deb gap qilamayman demakchimi? Taraf bir hissiyotlar. Qanotlaringizmi? Rahmat. Hamshiralarning ko'z qarshisida hurmat qilamiz. Bo'ldi. Xo'sh, go'zal. Men o'ylayman, har qanday odamning kamchiligi bo'ldi-ku. Siz o'zingizning 5 kamchilikini deb bera olamsiz. 5. Ya bir yoshga emas 5. Ma'qul. Masalan, to'ydan keyingi emas, to'ydan burungi muhabbatlash jarayonidagi muhabbatingizga bo'lgan o'zingizda kim bo'lgan 5 kamchilik? Siz o'zaro muhabbatlashayotgan jarayonda qiz do'stingizga aytib beradigan 5 kamchilikmi yoki o'zingizda bor bo'lgan 5 kamchilikni hozirni o'z bizga aytib bering demakchimi? O'zida bor bo'lgan 5 kamchilik. Mening kamchilikim yo'q ekan juma. Bas o'zimni bek yaxshi bo'ldi deb o'ylayman men kichikimdan. Sizning vaqt ko'z qarshingiz yaxshimi? Mana. Qiz do'stingiz 5 kelsa 5 ga bo'la olamsiz. Kapolat bermayman, lekin vaqt ko'z qarashim yaxshi deb o'ylayman. Kapolat beramayman deganingiz nimasi? Kapolat beramayman deganim cho'qim qilmaydigan ishimizni qilish, masalan deyli, qiz do'stingiz bilan siz 5 qatim ko'rishgan vaqtingizda necha qatim kechikib qolsiz? 5 qatimniki bir 2 qatimlar kechikib qolman. 2 qatimlarda.
Bu mu kamchilik hisoblanadi? Bir qatim bo'lsa bo'ldi, o'sha qatimmi? Bek yaxshi deb ketgilmaydi degan gapda vaqt ko'z qarshini. Ha, vaqt ko'z qarshim tuvan. Chiniqamsiz? Endi bir yaxshiroq o'ylashib baqsam bo'g'idek, adam o'gitib qo'ydi. Tomoq tanlamsiz? Yo'q, tomoq olmayman. Undan bu ortiqchilikka? Ha. Siz uyquchimi? Uyqum yaxshi emasdi, ha kamchilikim borki, uyqum yaxshi emasmi? Bu kamchilik. Xo'rak tatamsiz. Yo'q, xo'rakni qat'iy tatolmayman. Do'rayman desam, do'rayolmayman xo'rak tatganni. Asalda xo'rak tatib baqmaganmi? Yo'q. Bo'ldi. Qizlar davomlashtiramsizlar yoki siz qizlardan savol so'rashni mayra? Xanım qizlar o'zining xizmati bor. Hamda yaxshi maktablarda o'qib, xizmat qilgan bo'ldi-ku. To'ydan keyin ma'lum sabablardan xizmatni tashlab, oilasi uchun, bolalar uchun uyda oila ayoli bo'ldi. Masalan, to'y qilib tashlamaydi xizmatni uchun. Bir mazgildan keyin masalan bola bo'ladi-ku. Bola bo'lganda ota-onasi yo'q sababli bo'lamdi, yo'qmisi yiroqda bo'ldi sababi bilan xizmat tashlashga majbur bo'ladi. Balani yaxshi tarbiyalash uchun, oilaga yaxshi ayol bo'lish uchun. Şu vaqtlarda bir mazgil o'tganlardan keyin ayolingiz sizga besim olib kelamdi, olib kelmamdi o'sha vaqtda. Ham xizmat bo'lsa, uni qo'llayman, u o'ta yaxshi-ku. Ham xizmat bo'lmay qolib qolsa, shu attiga ish qilmaganimda, mana yo'ldashim mana bir piyol choy, deb shuni tutalsa, kech bo'lganda ishdan charchab kelsam, shu bir qozoq o'qishib tamoq etmas bo'ldi emasmi? Tamoq etmay qolsa. Shu tamoq etmay qolsa, uygunida nima etib qilmayman-da, aldirash bo'lsa. Yugutamsiz ya? Ben aç. Ben ügetsem mi buldu? Kompüterni yaxshi yutaman demoqchi, lekin tomoqni o'zi to'rlardan, cho'nglardan ancha-muncha uguni olsa deb o'ylaydi-da. Ayol kishi uy tutib ma'lum mazgilga yetganda o'zining qadr-qimmatini his qilmaganda yoki bo'lmasa bu uyda qadr-qimmatim yo'qmi nima, yo'qotdimmi nima deb o'ylaganda cho'qim o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotib o'tadi. Mushaqda siz bir to'xtalib baqamsiz? Demak, bu yerda bir narsani bilishimiz kerakki, biz hammamiz qimmatli narsalarni saqlaymiz. Qimmati yo'q narsalarni bir bo'lsa aslimiz uchun, bir bo'lsa ko'zimiz qiymay saqlaymiz, ammo hargiz qimmat bo'lganlik uchun saqlamaymiz. Bizning uyimizda nurg'ilgan qimmati yo'q, ammo saqlab qo'ydigan narsalar bor. Ayollarningmi ko'pinchisi erlar uchun zodi qanchalik qimmatlik bu masala bek muhim masala hisoblanadigan gap. Bunda açıp aytgan vaqtda bir ayolning yendi tug'anda o'zini qanday his qiladi. Bu bek muhim. Biz ma'lum odam bilan tug'gan vaqtidagi o'zimizdagi hissiyot va o'zimizdagi kimlik tuyg'usiga asosan qarshi taraf bilan bo'lgan munosabatni saqlash va saqlamaslikni belgilaymiz. Agar biz birovning yendi tug'gan vaqtimizda o'zimizni bearam qilsak, his qilsak, yoki o'zimizni aytib tuven his qilsak, yoki bo'lmasa g'alit his qilsak, biz bu xil bearamchilikdan qutulish uchun bu xil bearamchilikni paydo qilayotgan odamni jiroqlaymiz. Agar biz qarshi taraf bilan bilib turganda o'zligimizdan bir xil ozoda, xushal, baxt tuyg'usiga cho'msak, bizda shundoq bir xil kimlik tuyg'usi bo'lsa, biz qarshi tarafdan hargizmi orlik etmaymiz. Bir ayol bu nuqtaga alohida diqqat qilish kerak. Amaliyotda bir ayol balaga, oilaga emas, albatta bularga vaqt ajratadi, ammo eng muhim vaqtni kimga ajratish kerak deganda o'ziga ajratish kerak. Bir ayolning o'ziga eng jiq mablag' va eng jiq vaqtni ajratishning o'zi ham oilaga vaqt va mablag' ajratgan bilan o'xshash. Chunki bir bola onaning nima deginiga emas, uning qandoq yashag'iniga, uning psixikasining qandoq bo'lishiga asosan tarbiyalanib chiqadi. Shu bir ayolning xushalliqi amaliyotda bir oila uchun intayin muhim hisoblanadi. Bir ayolning ichki xushalligining o'zila bola uchun eng chong tarbiya, er uchun eng chong baxt hisoblanadi. Biroq ko'pincha ayollar o'zidagi bu xil ichki qimmatdan kelib chiqadigan ichki xushalliqni shakllantirmagan asosda o'zi bearam noiti turaqsiz va xushalsiz holda boshqalarni xushal qilaman deb tirishish bu bir ahmoqonalik hisoblanadigan gap. Shunga ayollar cho'qim nima desa, bu yerda eri uchun emas, balasi uchun emas, eng muhim nima esa o'zining ichki xushallik uchun o'zining ichki qimmatini cho'qim tepish kerak. Buning uchun mablag' selish kerak, buning uchun vaqt ajratish kerak, buning uchun zihnini quritish kerak. Ana shu vaqtda uning heliqi erishmoqchi bo'lgan narsalarning hammasi o'zligidan uningga tava bo'ladigan gap. Mening rasga qilsam ham o'zimning ota-onasi yo'q-ku, kichigimdan.
Endi ben bu mesele çok içirap bakan. Meni mirasga qilsam shu burun bir bala işte atanisi yo'q deb to'yga az qolganda o'g'il taraf yinishib ketdi-ku to'y. Şu agar sizga moysunda masalan meni tanlash to'g'ri kelib qolsa, masalan ota-onamning yo'qligini siz va uydagilaringiz qabul qila olammi? Ba'zilarimizning ota-onasi baldo ketib qoldi. Ba'zilarimiz biz ota-onamizdan baldo ketib qolmaymiz. Bu yoki bir yushurug'dek, unda bir ayib og'idek, unda emas. Navada men bilan oxirgi ma'nolayman desangiz, yana paranglashib qolsak bo'ldi. Men uni hech qanday ig'ir olmagan yoki. Demak, bu masala emas, shundaqmi? Rahmat. Astiginiz uchun bo'lsin, agar men talab qilsangiz cho'qim yaxshi ayol bo'laman. Saqlab qolgansizlar. Rahmat. Menimcha endi navbatni Ro'zmamatga ba'zan qanaq deysizlar qizlar? Ro'zmamat sizlardan so'rab baqsin, ha? Sizdan so'rab baqsam, siz qaysi tamoqni mak yaxshi ko'rasiz? Men bir xil arlardek tomoq yeymanchi. Masalan, men laqman, polo, alkimdaq qiymiliq tomoqlarni yaxshi ko'raman. Ochiq narsa yeyman. Poloni yaxshi ko'ramsiz? Poloni ham yaxshi ko'raman, o'zimni bak o'qishib keta olaman. Demak, Hogogan o'stim shundayman. Men Hogogan ochiq yemayman. Men poloni yaxlamaydim, poloni bak yemayman. Shunga sizni bak jib etib salommi deb o'ylab qoldim. Qarab atmayman-da, sizga qo'qda aytaman ya. Bo'ldi. Tamamlashtiraylik. Payzaz, sizdanchi biz maskalamdoq. Bo'yjatim bo'lsa, ras maskilkanmiz. Xotirjam 10 sant oyoqni kiyganman. Lekin yosh farqimiz bor ekan. Lekin besh chiroyli qizlarni siz qo'yib qo'ydim, tanlash fursati bor sizda. Bo'ldi, rahmat. Bu yoqqa keldik, ha? Ro'zmamat tushingizni ko'mgan bo'g'oydingiz, ha? 8 soat jamoaning o'ttirdik kelib mishlardan bir savol so'rab qolamanmi degandek. Parizat deydigan bir hikoya bo'lyapti. Saat igiz. Qildim burun. Ha, qayta o'lchamlik holatda. O'xshadimi? Yilqi bir haykal bor-ku, bunday qilgan. Ha, yana bir. Qarang. Sen o'rg'ay. 3 yillik muskuljiman men. Men o'zim pakamo demayman hamdi. Lekin sen naq jo'ngaroq ma yinimda bir shaplaq tekkaz 3 kun yotqidek uxlaga bo'ladi. Demak, bo'yi bo'ladi ekan. Lekin chiniqishni tashlayotganligi uchun badan sifati sal tushib ketibdi demakchi-ya. Istab ko'rinib ketdim-man. Urushib qolsak shu tamatdan bo'lib qoladi shu. Uchratdim. Güzel. Xeyli ekan. Qani, bu taraf ikkinchi qiz, oq kiyimdagi chiroyli Amina. Savol sorsangiz bo'ladi. Bayamniyaki qarab chiqdi, misali qizlarning hammasi menga chiroq yondirib degandek savollarni so'rab, xeyli yaxshi tushunishlarni hosil qildik. Siz nima hozircha mendan biror savolni so'rab boqmaysiz? Qiziqmadingizmi? Ya unamiz. Men kelishga emasmikan? Men shu fursat kutyapman. Fursat keldi hozir. O'zim nisbatan bexatarlik tuyg'usi sal kamchil. Men boshqalar, masalan, mendan igsiraq bo'lsa, o'g'il yashashdan igizroq bo'lsa, bexatarlik tuyg'um kuchayadi demakchi-ya. Bekroq tushunib boqay deb. Boshqalar savol so'rdi, boshqa qizlarni savol so'rdi, bekroq tushunib boqay. Qiziqqachqa. Qanaraqqa? Bo'ldi-kan, nayt yoqtirdim. Chiroqni oxiriga saqlab qolamsiz. Xo'sh. Ayolingiz kuchliroq ayol bo'lib qolsa, bu kuchliroq deganimda kuch jihatda emas-chimi? Kasb jihatda. Sizdan nisbatan kuchliroq oilada, masalan, ko'proq pul topa olsa demakchi. Siz qanday qaraysiz? Qabul qila olamsiz demakchi. Qabul qila olmayman, albatta. Bu pul tepish deganmi, cho'qim bir erlar bu uyni beqib ketadi. Cho'qim erlar pul topadi, ayollar uyda bal boqadi. Bunday degan ish yo'q-ku hozir. Bu mesela ayolim savdogar bo'lib, u ko'p pul topsa, u tig' yaxshi emasmi? Men tig'imni uni qo'llab, masalan, men qo'limdan kelishicha loyihalarni qilib. Lekin mana bir sabab bor. Oilada o'tirib pul topib qilib bo'lmaydi-ku, Ro'zmamat. Pul tepish uchun bu sovg'atlash kerak. Ayol kishi kuchli bo'lish uchun ayol kishidan muvaffaqiyat qozonmoq oson emas. Unurg'un qurbonliklarni beradi. Eng oldi bilan uning oilada turish vaqti qisqaraydi.
o'zini yaxshi ko'rgan, o'zi yaxshi ko'rgan er bilan birga bo'lish vaqti qisqaraydi. Siz shuni qabul qila olamsiz demoqchi. Qabul qila olmayman, masalan, savdo ishi dedik hamda lekin abay gapingiz bilan ziddiyatlik kelib qolganini his qildingizmi? Abay siz tu degan yerda tursa, mening gapimni anglaydigini bo'lsa degan kuchli ayollar balki har vaqt sizning gapingizni anglab bo'lmasligi mumkin. Bu savdo jihatdagi kuchlik bilan tu degan yer turishdagi kuchlik ikkisi ikki masalachi. Nima degan ochiq yo'riqa Xayrigulda qabul qila oldi hozir his qildingizmi? Pul topsa mayli, to'g'ri tushunaman deyaladi. Chunki Ro'zmamatning hozirgi tushunishida ayoli pul topsimi, mush oila uchun bir qimmat yaratadi. Men uning keyinda har qanday ishida, men masalan mulozimat, to'r o'zining qo'lidan kelgan jihatda birlashtirib birga qilsak bo'ladi degan ma'no chiqdi. Shundaqmi deyman? Ha, undaq bo'lgandan keyin bek cho'ng ziddiyatni bo'lib ketmaydi deb qarayman. Chunki har ikkisi pul talab qilib, qimmat yarata olsa, oilasida bolasi bo'lgan taqdirdami, uni yana iqtisod orqali o'ngshab ketgan bo'lgan qiyinchilik paydo bo'ldi. Ortiq to'qilish bo'lmaydi. Rahmat Xayrigulda. Fatigulda, sizning oldingizga kelgan ajrashish delo misollarida ayolning haddidan ziyod kuchli bo'lib ketish sababidan, er kishi o'ziga besim qilganlik sababidan kelib chiqqan oila majralari, ajrashish delolari bormi? Bunda ahvollarmi bor, lekin nihoyat az uchraydi. Men bir necha yil oldida bir delo ishlagan. Buningda ayol taraf bir yilda bir taxminan 2 milliondan ortiq pul topa oladi. Lekin yo'ldoshi shu 2 bolasi bor bularning. 2 bolani maktabga olib, yasliga olib, ayolini shu u yoqqa olib, bu yoqqa olib, mashina bilan o'rnisal almashganda oilada. Ashunday bo'lgandan keyin erga nisbatan bir xil o'ziga besim qilib olibdi. Shuning bilan keyin bular ayol taraf tijorat qilaman deb sirtlarga chiqdi, ishkirlarga bordi, masalan, tijorat ishlari bilan. Shu jarayonlarda bularning o'tirsida shu birisi er taraf o'zini tuvan chaqlaydigan, tuvan chaqlab, ayolining qo'li qarab yashayotgandek his qilib qolib, bu bir sabab. Ikkinchi bir sabab bular o'tirsida shu mehr muhabbatdimi, sutlish bo'ldi endi. Shuning bilan oxiri bu er sud mahkamasiga ajrashishni talab qilib arz qilgan ekan. Shu vaqtida men ayolning avval vakolatchisi bo'lib sudga chiqqan. Mushu deloda hamda mushu avval ayolninki ajrashib ketishidagi asosli sabab shu er o'zini tuvan ko'rib, o'ziga bo'lgan ishonchdan qopdi. Shu mushtaq delolarni yuz bergan hamda. Lekin bizni xo'shal qilgani Fatigulda, siz nihoyat az uchraydi degan gapingiz bizni haqiqatan xo'shal qildi. Ras az uchraydi. Hamda men mu advokatlik qilib, shu ajrish majra delodan ishlayotgan 15 yildan oshdi. Bu shu delo hamda nima nihoyat tipik delo bo'lg'achqa ismni bak qopdi. Rahmat. Bu azsan da uchraydi. Andan keyin men shu hozir Ro'zmamat ukamga bir do'stan taklif bersam. Siz bayamning yoqisi 2 qatim buni nima mayrasanlarmi bir ta'kidlab o'tdi. Siz 2 qatim ayolimni men boshqarishim kerak. Degan turdiga turishi kerak, men desam menish kerak degan ishni fikrni o'tirib qo'ydingiz. Endi bu qonun nuqtasini aytganda er bilan ayolning o'rni o'xshash bo'ladi. Endi siz kelgusida bir isil fazilatlik yaxshi bir qiz bilan to'y qilib qolsangiz, meningcha siz o'zingizniki shu ayolingizga kuyunishingiz bilan, o'zingizniki shu tirishchanligingiz bilan, o'zingizning aktiv energiyalik har xil alohidaliklaringiz bilan ayolingizni qayol qilgan uningga sizga moyil bo'lishdan iborat ma'liyatni keltirishingizni to'liq umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Nayt ko'ngilli faranglashimiz his qildingizmi Ro'zmamat? Mayli qizlar bo'lsin, mayli ustozlar bo'lsin, bugun hammamiz nayt qizg'in holatda, hatto sizmi programmamizga nayt yaxshi moslashib, qizlar bilan aktiv holatda fikr almashtirdingiz. Sizga bir xush xabarni desam, programmamiz boshlanib uzun bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin bugun oxirigacha chiroq saqlab qolgan yigit dalsiz. Ko'proq qizlar siz uchun chiroq saqlab qoldi. Rahmat. Endi tanlash huquqi sizda. Mush chiroyli qizlar ichidan o'zingiz xohlagan, siz bilan fikr o'rtoqligi bor deb his qilgan qizdan birani o'tirg'i taklif qilsangiz bo'ladi. Biz sizlarning baxtli holatda qo'l tutishib chiqayotganinglarga guvoh bo'lamiz va yoki yurak so'zlaringlarni anglaymiz. Rahmat.
Bu programının tacıdarlığını Sabila Boğakla Bulumuqi, Sabila Tayyar Çöpleri, Sabila Berek Yaprakçı qatarlıqlarını işlep çıkarış ve setiştiki Bayraktar Karxana, Şinjan Sabila Kesbi Taraqqiyat Çekti şirketi öz üstüge alğan. Sabila Boğakla Glikoz Cevheri maxsus boğaklar üçün işleyen. Tabiatı mötüdün, saplıqı yuqarı, süpütü əla, su yoki sütke, bulmaq yoki meyve şərbetiga aralashtirib iste'mol qilsa bo'ladi. Boğuğunuzga tez süratli kuvvet toluqlab immunitni güçlendirin. Sabila Boğakla Quvvat glikozi javheri. Töven folmerlik meyve kantıdan yasalgan Sabila hayatlık gövri 3 ayını sılıqlab sağlamlaştırdı. Çoğla istimal qısa toksinni haydab çırayını nurlandırdı. Uzaq mezgil istimal qısımı aks ta'siri yo'q. Qavziyat va ish tushirishning hammasiga manfaat qiladigan Sabila hayatlık gövri. Bu programını Sanshqanzi Atirgul restoranının 4-cü qavatida joylashgan Tilsim oltinchiligi alohida talab qilgan. Hayat tilsimlari ba'zida jazbidor yoshlikning tilaklari uchun uzuk, ba'zida qiron mavsumlardagi sadoqat rishtining zunhari, u yana tamkin yillardagi vafo bilayzuki. Ko'z oldingizdagi tilsim uzun yillarning sinoqlarida tovlangan har bir zinnat mevasini nafslikda voyaga yetkazib, hayotingizga o'chmas ma'nolarni qo'sha oladigan xislatli xazina. Tilsim oltinlari tilakingiz, rishtangiz va vafoyingiz bo'lsin. Tilsim hayotingizning xazinasi. Tilsim oltinlari. Bu programını taomlarimizga o'zgacha tam qo'shayotgan o'z uchun tetutqilari alohida qo'llagan. Ig'ir xizmat yelkangizni besib, tomoq yegidekmi vaqt ajratolmay qolganingizda. Ügünish besimlari mengingizni charchitib, ozodlik istagan chig'ingizda. Güzel damlarda muhabbatingizni ifodalamoqchi bo'lgan chig'ingizda. Jon paringiz safarga otlanganda onunğa isil bir təmni həmrə qilishni o'ylagan chig'ingizda, shundoq bir isil təmni seg'ingan chig'ingizda, isil təm istagan chig'ingizda, o'z uchun aralashma ko'rish cho'pi har kuni, har soat, har daqiqa yoningizda. Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Çekti şirketi televiziya ilani, televiziya programması, televiziya tiyatri, mikrofilmlarni ishlash, shundaqla cho'ng kichik murosimlarni planlash va o'tkazish. Şirketlerin təşviqat planını tuzish va LED ekranını ijara berish qatorliq turlar bilan shug'ullanadi. Agar yuqorqi turlarga ehtiyojingiz bo'lsa, Kamera Madaniyat Tarqitish Çekti şirketi sizning eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Şinjan Kamera Madaniyat Tarqitish Çekti şirketi. Gül bergedin sevgi hidi puraydı. Sehirlerden saqlıq hidi taraydı. Azlıqımğa sehir bergen gülginaz. Berginaz'dın saqlıq gülü əvətdim. Şadlıq sizge məngü bolsun azlıqım. Gülginazga ming təşəkkür dəvəttim. Saqlıq sizge məngü bolsun azlıqım. Gülginaz tabiiy sabbaqlıq tazlıq qağızı. Endi tanlash huquqi sizda. Mush chiroyli qizlar ichidan o'zingiz xohlagan, siz bilan fikr o'rtoqligi bor deb his qilgan qizdan birini o'tirg'i taklif qilsangiz bo'ladi. Biz sizlarning baxtli holatda qo'l tutishib chiqayotganinglarga guvoh bo'lamiz va yoki yurak so'zlaringlarni anglaymiz. Hamma odam o'z tilini, o'z jüpti aman bir kun uchraydi deydi. Bugun qarab baqsam, Amina bilanmi bu qiz boshqalarning bunda qo'g'dishiga, boshqalar ko'proq yordam qilsa, shuni baholar ekan. Men mo odatdamda bayma adillarim tushuntirib o'tdi. Bir odamni qasdan cho'qim bundoq qilsa deb boshqa o'ylash emas, lekin ishqi bir kichikimda yetilgan ashta bir yetakchilik qilish, boshlamchilik qilish ashta bir psixikam bo'lganki, Amina kelsak, shu Amina bilan o'xshashlik tarafim, ikkita o'xshashlik tarafim bor ekan. Men yetakchilik qilish qamroqqa, men agish qamroqqa. Bu maskalada bu men yetaklab mansam. Demak, bu yetaklik qilgan qiz Amina. Amina. Xo'sh, Amina. Aminaning ko'zlaridagi yoshlarni xushallik ishi deb tushunsam bo'lamdi yoki qanday tushunaman? Men bu sahnaga chiqib, biz ham buncha yoqtiradigan birazini uchirtaman deb rasli o'ylamagan. Ha. Siz Rozmanatga qarab beqing-a? Qarayamadi-da, xijil bo'lib. Rozmanatmi sizni haqiqatan bak yoqtiribdi. Siz Rozmanatning qaysi taraflarini eng yoqtirdingiz? Eng yoqtirganim men bexatarlik tuyg'usi beralaydi ekan. Yana o'zimi kasbini yaxshi ko'rgan. Ham bo'yjatdimi? Kelgusidagi jo'risiga bo'yjatdimi? Bir talab yo'q ekan. 1.95 m bo'y bugungi qizlarga bek yori deyapman, ha? Hamma qizlarmish bo'y bilan qoldi Rozmanatning. Ha, yana tomoq tanlamaydigan, turmush odati yaxshi ekan. Keyin
Uni Demek aytmoqsiz. yaxshi ko'rsa odamga hech nima ko'rinmaydi a. Balkim shundoq. Muhabbatning ko'zi ko'r degan gap balkim o'sha yerda eng o'zining to'g'ri ifodasini topsa kerak. Xo'sh, ikkinglarning o'zaro yurak so'zinglar bormi? Eng oddiysi siz shu bosh qurishni, yetaklashni yaxshi ko'rmadingiz. Menmu boshqalarning yetaklashiga bek ching boshqaruvchi emas hamda yetaklab to'g'ri yo'l ko'rsatib degandek birlikda. Mustaq vaqtlarda navada keyin to'y qilib qolgandan keyin men yoki og'riq qoldim. Bir vaqt tamoq etmabsiz boyatni dedingiz-ku. Kechlari kelsam tamoq bo'lsa, o'zimni shu baxtli his qilma deb. Shuna vaqtda men tamoq etemay qoldim. O'zingiz kelib tamoq etib berish. Og'rib kelib tamoq etamsam siz menga etib bera olasiz demoqchi. Men tamoq ishni bilmayman rasga qilsam. Ham shu siz og'riq qolgan vaqtlarda o'g'inaman de. Men ko'p asrab bersam og'rib qolmaysizmi? Xo'sh, undaq bo'lsa, biz programmamizning eng oxirgi bosqichiga kirdik. Biz faqat ikkilanga 5 sekund vaqt beramiz. Agar ular o'zaro qo'l tutishib programmamizdan ayrilishni xolasa, biz ular uchun tayyorlagan mukofotlarimizni naq maydonda ularga taqdim qilamiz. Agar undaq qilishni tanlamay, Amina naq maydonda qolib qolsa, Ro'zmamat naq maydondan o'zi yolg'iz ayrildi. 5 4 3 2 Voy, 1 Mübarek bo'lsin. Ishkinglarga programmamizni alayda talab qilgan tilsim oltinlari sovg'a qilgan to'yliq oltin uzuk bilan Atirgulning nusxasi tushirilgan medalyonni sovg'a qilamiz. Rahmat. Ro'zmamat, bu sovg'atni qanday taqsim qilasiz? Bu huquqni sizga beraylik. Undaq bo'lsa, ishkinglarga yana bir sovg'atlardan xabar beray. Agar Navoda Ro'zmamat o'zining va'dasini amalga oshirib, Aminani ayolim deb to'y bo'sog'isiga boshlab kiralasa, undaqda programma guruhimiz ularga haqsiz sayyohiyatni o'rinlashtirib berdi. Undan boshqa o'zingiz atilsanglar 30% haqni programmamiz ko'tardi. To'y baqinglarni saqlaymiz. Ben bu qatımlıq elçi programımızga qatnışıplar tunji qadamda öz cüptümni buncha tezla tepib olaman deb o'ylamabdi ekanman, lekin sahnega chiqqan vaqtimda tunji bo'lib Amina ko'zimga bir xil illiq chiroy ko'rindi. Shuning bilan mana bir-birimizga va'dalarni berib, bundan keyingi hayotlik musofirimizni tang besib tamomlash to'g'risida va'dalarni berishdik. Oxirgi Imroyimni cüptümni topmay deb o'ylab baxmagan. Balkim qatnashmagan bo'lsam, buning bilan uchrashish fursati bo'lmasligi mumkin deb. Hayotimdagi musofirimizda bir qadamdan mingishga ishonchim bor.